Hammaga salom. Demak, bugundan assembly dasturlashtirilishini ko'rishni boshlaymiz. Assembly dasturlashtirishi low level dasturlashtirishlarga kiradi va u machine language, ya'ni shu o'zimizning kompyuter tushunadigan 0 bitta yuqorida turadigan dasturlashtirish hisoblanadi. Uni o'rganish nima uchun kerak? Kompyuter qanaqa ishlashi, bizning dasturimiz kompyuter ichida qanaqa ishlashi, umuman xotira qanaqa ishlashi, biz yozgan kod, ya'ni hozirgi yuqori qatlam, ya'ni high level dasturlashtirishlarda yozgan kodimiz qanaqa kompyuter tushunadigan darajaga borguncha qanaqa protsessorlardan o'tishini, umuman kompyuter qanaqa tushunishini o'rganish uchun juda ham kerak bo'ladi. Xo'p, mana biz ko'rishimiz mumkin. Hozir high level dasturlashtirishlarda, misol C, Java yoki mana Fortran tillarning o'zlarining kompaylerlari bor. Ular asosan compile qilish jarayonida assembly dasturlashtirilishiga kod generatsiya qiladi. Buni ko'rishimiz mumkin. Biz hozir high level dasturlashtirishlarda yozilgan kodda assemblyda qanaqa ko'rinishga kelishi taxminan assembly dasturlashtirilgan qisqacha sintaksi desam bo'ladi va undan keyin biz assembler yordamida machine kodga, ya'ni machine language ga uni tarjima qilishimiz mumkin. Ya'ni kompyuter assembly dasturlashtirishi qanchalik low level, ya'ni qanchalik pastki qatlamda bo'lishiga qaramasdan kompyuter uni ham tushunmaydi va bizning kompyuter faqat 0 larni tushunadi. Ya'ni shuning uchun biz assemblyda kod yozganimizda ham uni o'zini assembler yordamida machine kodga machine kodga o'tkazsa bo'ladi. Xo'p, demak, qisqacha shu haqida va bundan avval assembly dasturlashtirishni o'rganishdan avval juda ozgina bo'lsa ham kompyuter va protsessor haqida, umuman kompyuter arxitekturasi va protsessor nima ish bajarishi, RAM qanaqa ishlashi haqida sal bo'lsa ham o'rganish kerak. Shuning uchun kichkina tizimi bor. Xullas, CPU nima? CPU kengaytmasi Central Processing Unit, ya'ni bizning protsessorimiz o'zimiz biladigan nima ish bajaradi. Bu faqat o'ziga berilgan instruksiyani bajaradi. Ya'ni instruksiya nima desak, biz bu joyda ko'rishimiz mumkin. Mana bu 0 bitlarda qanaqadir instruksiyalar berilgan bo'ladi. Ya'ni qaysidir bitni, qaysidir baytni bir joydan boshqa joyga siljitish, o'tkazish, qo'shish, ayirish va hokazo. Protsessor juda ham sodda qurilma, juda ham sodda. Uni imkoniyatlari juda ham cheklangan, ya'ni u juda ham kam ish bajaradi. Biz hozir high level dasturlashtirishlarda looplar, cyclelar, if else, shart operatorlarini bajaramiz. U aslini olganda assembly dasturlashtirildi sal boshqacha ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni loop degan tushuncha umuman assembly dasturlashtirildi yo'q va uni o'rniga boshqacha texnologiya ishlatadi. Umuman protsessor qiladigan vazifasi o'ziga berilgan instruksiyani bajarish va u RAM dan oladi. Ya'ni biz dasturimizni ishlatganimizda OS uni diskdan o'sha operativ xotiramizga, RAM xotiramizga o'tkazib beradi va protsessorga aynan qayerdan boshlash kerakligini aytadi va protsessor o'zi undan keyin qaysi instruksiyani bajarishi undan keyin o'zi bilib ketaveradi. Ya'ni protsessorga biz instruksiyani bosh adresini berishimiz kerak bo'ladi va buni OS bajaradi. Xo'p, endi protsessor ichida ko'rishimiz mumkin registerlarni. Ya'ni register bu xotira maydonlari juda ham kichik hajmda, lekin juda ham tez ishlash uchun mo'ljallangan va shuning uchun ham protsessor ichida joylashgan registerlar hisoblanadi va biz registerlarni ko'rishimiz mumkin. Biz videolarda 32 bit protsessor uchun o'rganamiz va assembly dasturlashtirish protsessor arxitekturasiga qarab sintaksi o'zgarishi mumkin. Ya'ni registerlarning nomlari o'zgarishi mumkin, umuman shunga o'xshash narsalar. Xo'p, registerlar cheklangan registerlarni ya'ni biz o'zimizning ma'lumotlarimizni registerlarda saqlab turamiz deb o'ylamasligimiz kerak va biz qaysidir ishni bajarish jarayonida registerlardan foydalanishimiz mumkin. Nimaga bizda operativ xotira bor, to'g'ridan-to'g'ri operativ xotira bilan ishlamaymiz desanglar, registerlar operativ xotiraga qaraganda juda ham tez ishlaydi. Juda ham kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ham tez ishlaydi. Va registerlar ichida ko'rishimiz mumkin alohida olingan EP, ya'ni instruction pointer register ham bor. Bu nima qiladi? Protsessorga keyingi instruksiyani ko'rsatib turadi. Ya'ni hozir aytaylik, ikkita shart bor, ikkita instruksiya bor. Protsessor qilish kerak bo'lgan bu birinchi baytni, misol uchun 5 sonini biror bir joyga ko'chirish va
va undan keyin nima ish bajarishini va u instruction pointerdan bilib oladi protsessor. Xo'p, ya'ni u ham register hisoblanadi. Va yana bizda RAM bor, ya'ni random access memory. Va bu ichida yacheykalarga bo'lib bilsak bo'ladi. Ya'ni u shunaqa yacheykalarga bo'lingan va har bittasi 1 baytdan, o'sha 8 bitdan ma'lumot saqlaydi deb tushunsak bo'ladi va har bir yacheykani, har bir kataga o'zini adresi bor va protsessor va shu operativ xotirada ma'lumotni olishi mumkin, u o'ziga berilgan instruksiyani bajarishi mumkin va agar kerak bo'lsa yana qaytab xotiraga saqlab qo'yishi mumkin. Yana RAMda stack degan tushuncha bor. Stack ham operativ xotirani, ya'ni bizning xotiramizni bir qismi. Hozir bu haqida umuman to'xtalmaymiz, lekin assembly dasturlashtirildi funksiyalarni o'rganishdan avval bu stack haqida chuqurroq ko'rib ketamiz, chunki stack bir katta qismi funksiyani o'rganishdan avval stack qanaqa ishlashini tushunmasdan turib biz assembly dasturlashtirildi funksiyalar yaratib funksiya yoza olmaymiz. Xo'p, umuman olganda hozircha shu protsessor va operativ xotirani tushunish yetarli assembly dasturlashtirilishini o'rganishdan avval va biz bundan keyin assemblyda o'zimiz kodimizni yozishni boshlaymiz.